Assalomu alaykum. Demak, 3-savollar jamlanmasining haqiqiy tushgan misollar yechimlarini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi masalada nima deyapti? Birinchi masalada demak, A va B shaharlar bor. Mana A shahar, bunisi B shahar. Va ikkita mashina yo'lga chiqyapti. Bundan birinchisi V1 tezlik bilan, ikkinchisi V2 tezlik bilan. V1 kattaroq tezlik bilan yurgan ekan. Ana endi nima deymiz buni mana? Ikkalasi ham bitta joydan chiqyapti yo'lga. Birinchisi demak, mana bu yoqqa V1 tezlik bilan. Ikkinchisi V2 tezlik bilan yo'lga chiqyapti. Shunda mana bu V1 kattaroq bo'lganligi uchun bu borib B shaharga yana qaytyapti qanchadir. Qanchadir qaytyapti. Shunda demak, ikkinchisini tezligi kamroq bo'lganligi uchun endi mana bu yerga kelgan bo'ladi oxirlashib. Shu yerda bular uchrashib qoldi demak. Mana birinchisining tezligi kattaroq bo'lganligi uchun borib qaytdi ozroq. Ikkinchisi hali bormagan edi. Ikkalasi ham bitta joyda uchrashdi. Demak, ana shu yerda bizdan so'ralyapti. Mana buni ikkinchi mashina bosib o'tgan masofa qanaqadir x masofa bosib o'tgan bo'lsa, A va B shaharlar orasidagi umumiy masofa demak s deydigan bo'lsak, o'sha x ni s ga nisbatini so'rayapti. Ya'ni qanday foizini tashkil etadi desa, bu foiz p teng bo'ladi x taqsim s ko'paygan 100% bo'ladi. Shuni topishimiz kerak. Xo'p, ana endi bu s masofa bo'lsa, mana bunisi x masofa o'tgan bo'lsa, bu yerga qoladi. Demak, s minus x. Bu yerda eng asosiy e'tibor beradigan narsamiz vaqt o'zgarmaydi. Demak, bunisi borib qaytguncha ham mana shu t vaqt o'tgan bo'lsa, mana bu endi bu yerga kelganda ham t vaqt o'tgan bo'ladi. Ya'ni ikkalasining vaqtlari bir xil. Endi vaqtlarni tenglashtiramiz. Ya'ni t nimaga teng? Mana bunisini hisoblaydigan bo'lsak, vaqt o'zi masofani tezlikka nisbati bo'ladi-da. S taqsim. Yo'q, birinchisi mana ikkinchi mashina bosib o'tgan yo'l bizada x masofa edi. Uni demak ikkinchi mashinaning tezligi V2 ga nisbati teng bo'ladi. Xo'p, birinchi mashina bosib o'tgan yo'l e'tibor bersak, mana bu s masofa o'tdi. S ga yana qo'shilyapti s minus x. Ya'ni ikkinchi mashina bosib o'tgan yo'li 2s minus x taqsim v1. Xo'p, proporsiya ko'rinishga kelib qoldi. Buni tenglikdan foydalanamiz. V1 bilan x joyini almashtiradigan bo'lsak, demak, v1 taqsim v2 teng bo'ladi 2s minus x taqsim x. Ya'ni 2 s taqsim x minus 1. Bundan s taqsim x topadigan bo'lsak, 2 ko'paygan, demak v1 taqsim v2 plus 1 bo'ladi. Bu 1 ni bu yoqqa o'tkazdik. v1 plus v2 taqsim v2 bo'ladi. Mana bundan demak o'sha x taqsim s topadigan bo'lsak, demak 2 v2 taqsim v1 plus v2 bo'ladi. Ya'ni bizdan so'ralgan p foiz ham demak 2 v2 taqsim v1 plus v2 ko'paygan 100% bo'ladi. Xo'p, 2 v2 taqsim v1 plus v2 mana bizda b javob.